O'zi bilgan biladi-da, Nexik haqiqatan ham legenda-da. Buni turishini qarasin. Faralarni qarangizlar. Yangi fara qo'yib qo'yganlarmi, lekin kapot ustiga tosh bittagina tekkan, qarang. Bir dona tosh tekkan. Bo'ldi, xolos, boshqa tosh tegmagan. Lekin mana bu yerda salgina vakuum joyi bor ekan, kosmetika. Turishini qarang, yondan pastligini qarang. Maydoningdan zira, mendan majmuashina bulvarda o'qib yurishingiz uchun gerblar bo'ylab qo'yilgan. Balonlari yangi holati. Pasatka qilingan. Pasatkasiga 5 ketdim. Zo'r pasatka qilingan. Eshiklari polностью shumka qilingan ekan. 11 oy tonirovkaga ruxsati bor. Mazza qilmaysizmi do'stim? 11 oy siz uchun. Keling, salon ichini oling. Xalq mazza qilsin. Sizlar mana mazza qildim deb turishini qarang, tonirovkada o'zi boshqacha turadi-da. Bu mashina bilan kechqurun bitta kofechani olasiz. Mashinani yaxshilab mo'yka qilasiz va bulvarga chiqasiz. Asta tez emas. Asta yurasiz, o'zingizga xodingizga bir 50-15 birontasi bosishaman deydi-ku, birovniki bitta bosishasiz o'zi biladi. Ay, orqasi ham zo'r turibdi, yaramas. Orqasini ham o'ngda. Holati zo'r birovda 2015-yilda ishlab chiqarilgan. Bosib o'tgan masofasi 1 krugdan ziyod ekan. Yaramas. Ha, haqiqatan bular yaramaslar, yaramaslar. Salafan sotibdilar. Salafan qilib chiqmoqchi bo'ldingizmi? Moshin burish emasmisiz? Aniqmi? Nomingizda? Nomlarda ekan. Salafan qilib bozorga olib chiqmoqchi bo'lganlar. Voy joningdan. Mana, orqasini qarang, propan gaz. Ya haqiqatan ham orqasi zo'r turibdi. Birdan zang tushadi mana. Yaramas, joningdan. Ha mayli, kim uchun? Aynan sizlar uchun mana shunaqangi harakat qilib obzorda o'layapmiz. Siz like bosmasangiz, kim like bossa, ayting. Do'stlar, like bosingizlar, obuna bo'lgansizlar. Like bossangiz, bu parasi yonib turibdi. Milpala qo'yib qo'yilgan ekan. Keng baxting. Mana shu krilloni, yo mana bu yerda, yo bu yerda kraskasi bor ekan. Bo'ldi. Qolgan joyda yo'q dedilar, lekin siz kelasiz, bitta ustozga ko'rsatib yuborasiz. Mashinchamiz yaxshi ekan. Narxini yakson qildik. Bozorda 6100 dollarga bermagan ekanlar. Mashin furush akalarga 6100 dollar qildi dedilar. Men ishonmadim. Men dedim, unaqa narx qo'ymayman dedim. Unaqa narx tushingizda bo'ladi dedim. Narxini 5900 dollar qilib belgilab qo'ydik. Nomer telefoni pastda bo'ladi. Hoziroq telefon qilib bosib yuboring do'stim. Sog' bo'ling.